Hafta boshida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling. O'zgidromet 22-25 dekabr kunlari kuzatiladigan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 22 dekabrda 5-10 daraja sovuq, 23-25 dekabrda 3-8 daraja sovuq bo'ladi. Kunduzi 22-25 dekabrlarda 0,5 daraja, 23-24 dekabrda 2-7 darajalik bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 22 dekabrda ba'zi joylarda biroz qor yog'adi. 23-25 dekabrda yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. 22-23 dekabrda yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi 22 dekabrda 2-7 daraja sovuq, 23 dekabrda 0,5 daraja sovuq, 24-25 dekabrda 3-2 daraja iliq, kunduzi 22 dekabrda 2-7 daraja iliq, 23-24 dekabrda 7-12 daraja iliq, 25 dekabrda 5-10 daraja iliq. Navoiy viloyati shimolida kechasi 22 dekabrda 5-10 daraja sovuq, 23-25 dekabrda 3-8 daraja sovuq, kunduzi 22-25 dekabrda 0,5 daraja iliq, 23-24 dekabrda 2-7 darajalik bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. 22-23 dekabrda yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat 22 dekabr kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 0,5 darajalik bo'ladi. 23 dekabrda kechasi 0,5 daraja sovuq, kunduzi 2-7 darajalik bo'ladi. 24-25 dekabr kechasi 2-3 daraja iliq, kunduzi 5-10 darajalik bo'ladi. Samarqand va Jizzax viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 22 dekabrda ba'zi joylarda qor yog'adi. 23-25 dekabrda yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 22 dekabrda 2-7 daraja sovuq, kunduzi 0,5 darajalik bo'ladi. 23 dekabr kechasi 0,5 daraja sovuq, kunduzi 2-7 darajalik bo'ladi. 24-25 dekabr kechasi 2-3 daraja iliq, kunduzi 5-10 darajalik bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 22 dekabrda ba'zi joylarda qor yog'adi. 23-25 dekabrda yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat 22 dekabr kechasi 0,5 daraja sovuq, kunduzi 2-7 darajalik bo'ladi. 23-25 dekabr kechasi 2-3 daraja iliq, kunduzi 7-12 darajalik bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 22-23 dekabr kechasi 0,5 daraja sovuq, kunduzi 0,5 darajalik bo'ladi. 24-25 dekabr kechasi 2-3 daraja iliq, kunduzi 3-8 darajalik bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 22-23 dekabrda vaqti bilan qor yog'adi. 24-25 dekabrda yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. 22-23 dekabrda yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. 22 dekabrda qor ko'chish xavfi bor. Harorat 22-23 dekabr kechasi 8-13 daraja sovuq, kunduzi 0,5 darajalik bo'ladi. 24-25 dekabr kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduzi 3-2 darajalik bo'ladi.